Assalomu alaykum, Vodiylik sohiblar hamda internet tarmoq kuzatuvchilar. Sizlar uchun o'ta chiroyli, hamyonbop va sizlar istagan dacha topib qo'ydik. Damalgani, maza qilib damalasizlar. Xohlasanglar oilalik, xohlasanglar jo'ralar, xohlasanglar kollektiv, maza qilib damaladigan dacha topib qo'ydik sizlar uchun. Hurmatli obunachilar, katta yo'l bo'yida lokatsiyasi ham chiroyli beradi, gapni ochig'i. Aytib o'taman bir qator lokatsiyasini. Hop. Andijon viloyati Xonobod shahar Kamprot MFda joylashgan mo'ljal Andijon dengiz suv omborining yo'lida. Varatadan Xonobodga qarab ketayotganda post bor, postdan o'ngga burilasiz, suv ombor betonimiz ko'rinadi. Ashidan haydalib hozirda qorong'ur. U svetlar yonib turibdi. Kelayotganingizda Didor choyxonani yonida, menda Didor choyxonamiz bor bizni. Menda Didor choyxona ashuni yonida. Xo'p. Endi ichkarilarni ko'rsatib o'tamiz sizlarga, hurmatli obunachilar. Maza qilib damalasizlar, ishoninglar. Akalar, bismillah. Mana kirdik. Dachamiz shu. Ko'rishingiz mumkin. Bu kirganingizda o'ng tomonda ledni oshxonamiz bor, ko'ralarimiz bor, qozon o'choq, katta va kichkina qozon o'choqlarimiz bor. Oshxonamiz, xolodilni va mana 3-4 odam o'tirib, maza qilib, shashlik pishirib, mana basseynimiz bor, basseynda cho'milib, bu yerda so'rimiz, so'rida mana stol-stulda o'tirib, damalab, maza qiladi. Hop, xonalarga kirib o'tadigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, to'g'rida dush, bir qator chayqam olgani, hamda o'ng tomon kirganda o'ng tomonda spalnigimiz. Ko'rishingiz mumkin, spalniklarimiz. 3 odamga moslashgan spalnik. Va chap tomonda esa zalimiz, hurmatli obunachilar. Bismillah. Mana zalimiz. Hop. Karaoke'miz bor, kolonka va televizorimiz bor. Bu bilyard tennislarimiz inshaalloh 1-2 kunda kelib qoladi ekan. Zakaz qilingan ekan. Uka zakaz qo'ydik, 1-2 kunda keladi, deyapti. Alloh nasib qilsa shu dachamiz, hurmatli obunachilar. Dacha. Bu yerda esa tualetimiz, endi tualet olmay qo'yaylik. Bu yerda tualetimiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Basseynimiz mana har doimgidek mana. Suv yo'q, hozir tozalab uborkada ketyapti. Alloh nasib qilsa uborkani qilib qo'yib, suvni qo'yib yuboraman, ertamanga ketoladi deyapti. Kelinglar, damalinglar, maza qilinglar, hurmatli obunachilar. Sizlar uchun o'ta go'zal, o'ta mo'tadil, manzarali, eng asosiysi toza havo o'da joylashgan. Kelib afsuslanmaysizlar. Telefon nomerlarini esa ekranda va opsiyaniyada yozib qoldiramiz. Hal qo'yib chiqaverasizlar.